Assalomu alaykum akalar. Hurmatli charchamayapsizlarmi? Bu mana bugungi mashinamiz Cobalt mashinasi bo'ladi. Avtomat korobka. Bu bunga qiladigan ishlarimiz. Hop, monitor qo'yamiz. Manjalari bilan. Hop, tabloga sudachcha chiqaramiz. Cruise control qilamiz. Keyin o'zini shtatniy pultdan yurgizadigan qilib beramiz. Keyin shtatniy pultni bosganda, qulflaganda, ochganda ovoz chiqaradigan sirena qo'yib beramiz. Keyin kapot ochganda knopka qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hop, qo'yib bo'lgan videolarimizni davomiga qo'yib yuboramiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, telefonlashib kelaverasizlar keling. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mana xudo xolasa ishimiz bitdi, Cobaltimiz. Hop, Cobaltimizga qilingan ishlarni bir marta tanishtirib chiqamiz. Hop, birinchisidan boshlasak, monitor uстановка qildik. Monitorimiz O'zbekistonda menimcha kam. Rossiyadan keltirishgan ekan, buni qo'ydik. Hop, keyin multimedia, cruise control. Hop, mana mayta airbagda rasmi chiqib qolmay, airbagni uzmasdan bo'ladi. Simab chiqib alohida payat qilib. Hop, keyin ko'rib turibsizlar, mana motorni gradusini ko'rsatib turibdi. Hech qanaqa moneta ko'rsatib turadigan qilmaganmiz. Bu programmada o'zida qilindi, zavodskiy qilib. Hop, keyin mana cruise controllarimiz ishladi, xudo xolasa. Mana o'chadi. Mana yonyapti, mana. Yo'qchi, yondi. Hop, bu bo'ldi. Hop, registrator qo'ydik. Orqaga kamera. Mana xudo xolasa olyapti. Bu mana yo'lishlari, liniyalari ham burilyapti, xudo xolasa. Kam bilan ulandi. Xo'p. Yana xizmatlarimiz video cho'zilib ketyapti. Keyingi videoga yozib aytaveramiz. Mana gradus ko'rindi. Keyingi videoda xudo xolasa qolgan ishlarimiz Cobaltga. Shtatniy pultiga ayni ko'taradigan qilib, keyin sirena, pult sirenasini qo'yib berdik. Mana ayni ko'tarilyapti. Bunisi ham ko'tarilyapti. Xudo xolasa qulflasa ko'taradi, ko'pchilik qo'yganda otsa ham ko'taraveradi ekan. Bunaqa bas. Ovozlarni eshityapsizlar. Shunaqa sirena qo'yib berganmiz o'zining shtatniy pultiga. Mana o'zining pulti. Ayni ko'taradigan sirena, cruise control, multimedia, xo'p, monitor qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz. Telefon orqali aloqaga chiqaverasizlar. Nimada priborda motor gradusini ko'rsatib turadigan qilganmiz. Cruise controlni ham programma orqali qildirganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akkuratni kelaverasizlar. Ekranga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz.